paytgacha bizga zakaz bergan mijozlarimizni hech birini norozi qilmadik. Yana bir manzilimizga idealniy formada bo'lgan darvozamiz ustanovka jarayonini yakunladik. Hammaga xayrli kun. Keyingi lokatsiyamiz Farg'ona Oltiariqda bo'ldi. Yana o'sha trendda turgan taroqliton darvozamizni ustanovka jarayonlarini cho'tki holatda qilib yakunladik. Ko'rib ishimizga o'zlaring bir bahosini berasizlar. Darvozamiz razmerlari eniga to'g'ri 20 lik holatda, balandligi 380 lik holatda, отдельный kalitkali holatda bo'lgan. Darvozamizni eng katta detallaridan boshlab mayda detallarigacha sifatli materiallardan tayyorlab berganmiz. Sifatli, hamyonbop, uzoq yillar xizmat qiladigan darvozalarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, hoziroq Instagram raqamlarga aloqaga chiqing. Shaxsan o'zim bog'lanaman.